Her sahadagi do'stlarning qizg'in madadi bilan taraqqiyotga yuzlangan yangi baxtiyor zargarchiligi tijorat ko'lamini yanada kengaytirib, davrga loyiqlashgan Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasini qurib chiqdi. Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasidagi zibzinat buyumlarining sotuq darajasi yuqori, nusxalari sarxil, ishonchlik bo'lib, kundagidek yangi fasollar keltiriladi. Go'zallikka tashna xonim-qizlarning ko'ngildagidek tanlashi Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasidagi sof va ko'rkam, bir-biridan esil zibzinat buyumlaridir. Ishonch, sifat va a'lo mulozimat Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasida. Assalamualaikum. Asma tutudun mu? Çırak kilonglar. Oy. Qasmaqım bu nening bag'asi kichiklab ketib baramni nima? O'shira qo'yma, biz xaltini 90 kg elavatimiz, endi bundan bilan qanday yoqimiz? At chiqarib qolgan bo'lsak-ku, hernan ta'min degan demaylik qo'ydi. Ta'min degan shunday mezlak atsın mallarni. Kuchağa qirib qolgan bo'lsak-ku, bu non deganda eshak karının chaqidakli bor bundan. Turpanga egzash qilolmaydi. Bu hernallı bacıma. Bak qo'mangda demaylik qo'yib oldi. O'shira qo'mba jimi yanan endi bizni keslab burun divanchilikmi qilganmisizlar? Çögülüp gidelim gidip barıma. Seni izlep doğandığına. Elim yakışık özden aldım kıl kepsemez mi? Demiş var da. Kasem. Moş yakınını merak ayda. Moş yeli kılan iş yeli isimli yok. Moş akşamız yazsam ya uykum gelmeydi. Gündüz olsak ya gap koşakmaydı. Moş kalede bir şey olup kaldım. Bu zat nemne olamıdı da. Siz yakınlarda izipler onda asbay hocam. Bu kanda olsa yakıldı nasıl hem de? Akılına töpsügen nefsi münvargan çalmışında akılda azına bay hocam. Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men manga ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi. Aslimimizni uyg'otadi. G'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolamiz o'chmas, erlik salofitimiz yo'lliq. Yo'lliq kimdir?
olma 15 ko'ylab qoldim. Aka mening 20 yosh oldu deyman. Shu 20 yosh 15 ko'ylab shu. Va qaysa insof yo'qmi? Yemmak isteyme. Kim tamak yeb qo'ygan bo'lsa pul to'lab maqsa, maaşqa insof deb tamak chiqmaydi. Asem, ben sana şunu da amıraktım. Yakından beri ben bilen bekle yetişen olup gittim. Bunudaki ben bilen boşarak yetişeceğim ha. Vay bike ben sizlik amırak deyme. Sın nimde sır şu, sizin için canımı aymayma. Ben otku sır otka, suğdu sır suğu kiralem bike. Mağsa. Bu gibin rasma. Ras mağsa. Hayla Kasım, mağ deryalarının şunda kıymetligini. Sen bana sadık devatın özüne. Şunda. Eğer rastlı sadık olsan, muş deryanın mağbişini düşüp, abaş ötelemse. Oy, ne mağdan Kasım? Ha ma'lum gibi hep bilik çağıyla battı, şunu kışık vurup suzuşlu girip bile bike. Tish og'riqidan qiynalayotamsiz. Rassiz tishingizdan xijil bo'layotamsiz. Tish kamtigiligidan tamoq yeyishda qiynalayotamsiz. Undaqda sog'lomlik eg'iz bo'shlig'i tish kasalliklari ambulatoriyamiz sizning yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Markazimiz tish kasalliklari bo'yicha illiq muomala, yaxshi xizmat muhiti, ilg'or bo'lgan uskunlar orqali bemorlarning buzilgan tishlarini tuzash, shratlash, tish undirish, tish davolash, tish tozalash qatorliq har xil mulozimatlar bilan sizlarni haqiqiy rozi qilamiz. Tish og'riqi og'riq emas, uningga kishi o'lmas. Sog'lomlikda hech qachon tish og'riqi bilinmas. Sog'lomlik eg'iz bo'shlig'i tish kasalliklari ambulatoriyasi. Kaç bakmamsa Kasım. Nibige kaç bana bike. Endi pişmeye etsem piş kaburuyla, yanı pişmeye etsem yanı piş kaburuyla. Koşekam aç kaldı bige menike. Hayla Kasım, ben yiyen sen yiyenge okşaş. Ben toygan sen toygan okşaş emez mi? Gepli çaktırmayı bana Kasım. Ne buldun Kasım? İçtim bamadan bike. Hayla, ben senin hocayına oğanken, ben ne bolsam sen bir şey deyim. Hayla Kasım, bu cihanda sen benim gibinin anılsanla faydalanıysa Kasım. Kasım beni kusura! Kasım! Vay bike, siz toygan men toyga okşaş. Siz suğuşup ketken men suğuşup ketken okşaş. Suğuşup ketken edem, kanda edem kutuldura alaydı. Koş bike, koş.